Siz qaysi bambandagi Guayu obrazini eng yaxshi yaratilgan Guayu obrazi deb qaraysiz? 5-o'rindagisi Boston Jobu rol olgan Guayu obrazi. Bu Chibi degan filmdagi Guayuning obrazi bo'lib, bu artistni bir qarmoqla minglar tundinglar-ku deyman. Kimga o'xshaydi? Bu Chibi nomli kinodagi obraz bo'lib, qarasanglar bu obrazning Guayuning boturligi, jasoratligi, qahramonligi hammasi chiqib turdi. Nihoyat yaxshi yaratilgan, lekin endi bu chiroyli bekara qarasak Şahı-şanga o'xshab qolganmi qandaq. Ham bu Guayuning xarakterlik ovman boshqalarni ko'z gilmaydigan bir poch xarakteri toz yaxshi ifodalanmay qolgan, ham chiroyi bek oq chiqib qolganmi qandaq. Guayu obrazlarimiz bilamiz qarara qizil yuzlik deb ta'riflanadi, lekin ma Guayu sal oqaraq chiqib qolgan. To'rtinchisi Longbandagi Guayu obrazi. Bu obrazni amalan Guayuga eng o'xshamagan bir Guayu obrazi deb qaraydi. Endi buni butunlay bu rolchidan ko'rishga bo'lmaydi. Bu yerda Davian Grimchiklar shunda qilib qo'yganmi, qanday qarasaqlam, noitsimiz bir bodak Guayu obrazi chiqib qolgan. Ham eng muhimi Guayuning eng tipik xarakteri bo'lgan saqli bir poch saqal chiqib qolgan. Hammamiz bilamiz Guayuning saqli noit uzun ko'rk saqal. Juguliyanmi buni ko'rk saqal deganda ta'riflaydi. Bu obrazda mash Guayuning muhim bir xosligimi noit o'xshamay qolganda. Uchinchisi Jonzidan bambandagi Guayu obrazi. Qarsak endi bu Jonzidanning mayli rol elishi, Gumpu Marti hamma jihati gap ketmaydi, hammamiz qoyil. Lekin bu Guayudek bir Janshin Jangilayi degan bir sang'un obraziga nisbatan bu Jonzidanninki birinchidan buypaka kelib qolgan, ikkinchidan jug'umi sal kichik chiqib qolgan. Ham bu filmdagi elishgan mahoratlarga qarasakmi bu Guayuga faqat o'xshamagan. Guayu nerede undaq chiqib qayt qildi. Shundan bu Guayu chiqimiz ayniq birini chapimiz bastırık alısını alırız. Endi bu yerdeki Jonzidan tas qolgan Yongchun Guayu deb qo'yilchi. Bu yeri tas maskanmay qolgan. Endi keyingi Jonzidanning ziyorati qarsaqmi bu Jonzidan o'zimi bu Guayuchan obrazini hech qancha tushunmaydiganligi, kitobnimi menchilik o'qib baqmaganligi, faqat Davian ssenariysining talabiychilar bu obrazni yaratganligini aytgan. Endi bu obraz Jonzidanning hayotidagi ikki yaxshi yaratilmagan obrazning birisi bo'lib qolgan. Yeni bir qaysi film bilamsizlar? İkincisi Kon Üçparçalık haqida qilsadiki Lu Xiaoming yaratgan Guayu obrazi. Bu haqiqatan eng dastlabki eng jingdiyan bo'lgan bir Guayuning obrazi. Ya'ni kishilarga Guayuning obrazi mandaq degan bir xoslikni yaratib bergan. Endi bu artist o'tgan yili 11-oyning 1-kuni olamdan o'tdi. Qarsak buniki yaratgan obrazda Guayuning mayli boturligi, jasorati, qovulligi, ovmanligi hammasi nihoyat bir yaxshi yaratilgan jingdiyan bir obraz. Shunday bo'lg'achqa hozirgacha nurg'unlar shu ko'nish parchalar haqida qilsadiki, mushu obrazlarni nihoyat yoqtirdi. Shundaqmi? Oxirdagisi Yemush parchalar haqida qilsadiki, Yurungwang boshrollagan Guayu obrazi. Bu Yurungwangni hammamiz tunuymiz. Eng dastlab Ko'kkarva filmidagi Dongfang Hongfei obrazidan boshlab tunliqku deyman. Yeni buniki Chonglong bilan birga hamkorlashib chiqqan nurg'un kinolarni bilamiz. Masalan, Shinhua, Yingsaqchi hikoyasi degandek. Bu artistmi Guayuninki boturligi, sur hayvisi, eng muhim takabburligini voyaga yetkazib ro'layotgan. Hamda qolgan yerlari hozirgi zamondagi suratga olish texnikasi, grimchik to'shavlardan to'liqlanib to'liq voyaga yetgan deb o'ylaymiz. Qarsak Guayuninki qarara qizilligi, mayli saqli bu jihatda haqiqatan bir mukammal bir holat shakllangan. Undaqda sizlar qaysi bambandagi Guayunchan obrazini eng yoqtirdinglar? Tinglinchuk marhamat.